Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Biz biroz to'xtalishdan so'ng yana siz uchun avvalgidek videolarni chiqarishda davom etamiz. Siz esa bizni avvalgidek qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Aziz do'stlar, bugun ham biz siz uchun janglar olamidagi eng qiziqarli xabarlarni to'plab qo'yganmiz. Demak, shunday ekan, siz ushbu videoga like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa navbatni yangiliklarga beramiz boshladik. Michael Chandler: Conor haqida allaqachon unutganman. Bu 10 yil oldin bo'lgandek tuyulyapti. UFC jangchisi Michael Chandler irlandiyalik Conor McGregor bilan jang qilishga umid qilmayotganini tan oldi. Men allaqachon Conor haqida unutganman. Bu go'yo 10 yil oldin bo'lgandek tuyulyapti. 5 oy ichida 2 marta jang qilishni rejalashtiryapman, deb yozdi Chandler o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Eslatib o'tamiz, Conor va Chandler o'rtasidagi jang e'lon qilingandi, ammo Conorning jarohati sabab ushbu jang amalga oshmadi. Ilya Topuria va Cristiano Ronaldo o'rtasida ziddiyat bormi? Sportchi javob berdi. UFC sobiq chempioni Ilya Topuria Cristiano Ronaldo bilan ziddiyati bor yo'qligi haqidagi savollarga javob berdi. Avvalroq Ronaldo UFC 308 turniri oldidan Topurianing juda ko'p gapirishini va Hollowga mag'lub bo'lishini aytgandi. Menga Cristiano yoqmaydi, lekin keling aniqlik kiritaylik. Ronaldo buyuk sportchi va atlet, lekin uning o'sha paytdagi ba'zi xatti-harakatlariga tushunmadim. Eng ajablanarlisi, ommaviy axborot vositalari bilan katta tajribaga ega bo'lgan inson bunday tuzoqqa ilinib, o'zini tanimaydigan odam haqida fikr bildirishi. Men aniq ishonch bilan aytamanki, agar Cristiano meni shaxsan taniganida, u men haqimda boshqacha fikrda bo'lar edi 100%, dedi Topuria. Dasturimiz homiysi Adinxbet bukmekerlik kompaniyasi siz uchun yuqori keyflar va bonuslarni tayyorlab qo'ymoqda. Kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizga o'ting, u yerdan omad silkasini toping va promokod joyiga Sport Plus o'z so'zini yozing va o'z omadingizni sinab ko'ring. Ehtiyot bo'ling. Men yo'lga chiqdim. Bahodir Jalolov Aleksandr Usik bilan jang qilmoqchi. O'zbekistonlik 2 karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolov super og'ir vazn toifasida mutlaq jahon chempioni ukrainalik Aleksandr Usikka qarshi ringga chiqishni xohlayotganini ma'lum qildi. Bu haqida The Ring nashriga tayanib Sports xabar bermoqda. Jalolov bir necha oy vaqt berilsa, Aleksandr Usik va Anthony Joshua bilan jang qilishga tayyor bo'lishi haqida gapirdi. Menga 2-3 oy vaqt bering, biroz shug'ullansam Usik va Anthony Joshua bilan jangga tayyor bo'laman. O'ylaymanki, bu qarama-qarshiliklar muxlislar uchun qiziq bo'ladi. Ular ham men kabi Olimpiya chempionlari hisoblanadi. Shuningdek, professional boksda ham katta yutuqlarga erishishgan. Ehtiyot bo'ling, men yo'lga chiqdim, dedi Jalolov The Ring nashriga bergan intervyusida. Bahodir Jalolov 2021 va 2024-yilgi Olimpiadalarda oltin medalni qo'lga kiritgan. Professional boksda esa 14 ta jangni barchasida raqiblarini nokautga uchratgan. U 5-aprel kuni Ostonada ukrainalik Igor Shevardzutskyga qarshi ringga chiqadi. Nursulton Ro'ziboyevning UFCdagi navbatdagi raqibi va jang sanasi ma'lum. O'zbekistonlik aralash yakka kurash ustasi Nursulton Ro'ziboyevning keyingi jangi bo'yicha ma'lumotlar paydo bo'ldi. 31 yoshli hamyurtimiz 17-may kuni Las Vegasdagi UFC RX majmuasida tashkil etiladigan UFC turniri doirasida oktagonga ko'tariladi. Bu haqida insider Alex Bueni o'zining XG'dagi sahifasi orqali xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Ro'ziboyev AQSh vakili Dustin Stolfus raqib bo'ladi. Jang o'rta vazn toifasida tashkil etilishi kutilyapti. Nursulton so'nggi jangini ham shu vaznda o'tkazgandi. Ma'lumot uchun, bu Nursultonning UFCdagi 5-jangi bo'ladi. U mazkur ligada hozirga qadar 4 ta jang o'tkazib, 3 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. Faoliyati davomida esa 35 ta g'alaba, 9 ta mag'lubiyat va 2 ta durangni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. 33 yashar Dustin hisobida esa 16 ta g'alaba va 6 ta mag'lubiyat bor.